Zohida Umarova haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi shou biznes xabarlarini Dunyo Lifestyle kanalimizda kuzatib boring. Farzandlarimning tarbiyasida ko'p ishtirok etolmaganman. Zohida Umarova o'g'li Yorqinxo'ja va qizi Madlen haqida. Zohida Umarova ayol qalbi ko'rsatuviga intervyu berdi. U suhbat davomida qizi Madlenning ovozdagi ishtirokidagi faxrlanishi, Yorqinxo'ja oxirgi puliga onasiga sovg'a olib kelgani va farzandlarining tarbiyasida ishtirok etolmagani haqida gapirdi. Farzandlarimning tarbiyasida ko'p ishtirok etolmaganman. Yorqinxo'jani yaxshi ko'rmay bo'lmaydi. U haqiqiy erkak bo'ldi. Singillarini turmushga berdi. Mening qo'limdan hech nima kelmasdi. San'atkor bo'lsam, qizlarimni qanday uzataman deb har kuni kechasi o'ylardim. San'atkor ayolning orqasida suyanchig'i bo'lmasa, uning atrofida ming xil gap yuradi. Men diqqat markazidan chiqib ketdimmi? Endi hamma taniydigan Zohida Umarova emasmanmi? O'sha qozonda qaynayolmayapmanmi? Allohim menga unday qilmagan. Axir men kuchni yelib yugurib, xalqdan olib, yana ularga berib olaman-ku. Zavq bilan yashaydigan odamman. Bu yerdan chiqib ketishim mumkin emas, deb Xudoga yolvorardim. O'g'lim katta sahnalarga chiqib, xalqning e'tirofiga sazovor bo'lganida, Allohim menga shunday qo'rg'on berding-a, dedim. U mendan 10 barobar fayzliroq chiqdi. Unda ilohiy nimadir bor. Undan mingdan ming roziman. U meni ham ona, ham ayol, ham san'atkor sifatida borimcha qabul qila oldi. Xatolarim, gunohlarimga qaramay qabul qildi. Rosti Yorqinxo'ja katta sahnaga chiqmasidan oldin Zohida Umarova bo'lishim menga juda yoqardi. Lekin o'ta darajada mashhurlikka talabgor bo'lmaganman. Farzandlarimning tarbiyasida ko'p ishtirok etolmaganman. Ko'p ishlardim, bolalarga vaqtim yetmasdi. Bu borada faqat Alloh yordam berdi. Qancha yig'lagan bo'lsam ham ota-onamga hech qachon bildirmaganman. Yolg'iz ayolning zabardastligi uning sabrida deyman, deydi sobiq xonanda. Zohida, sen tamagir onamisan? Mashhur san'atkorning onasiz o'g'lingiz odamlarning orasida o'zingiz bir pog'ona balandda tuting. Har holda mening onam ekaningizni xalq biladi deb aytadimi? Degan savolga u shunday javob berdi. Yorqinxo'janing o'zida kibrlanish yo'q bo'lsa, menga qanday qilib mening onamsiz? Endi sizni xalq taniydi. Biroz havolanishingiz, o'zingizni boshqacharoq tutishingiz kerak, deydi. U bunday deya olmaydi. Chunki uning o'zi unday emas, deydi Zohida Umarova. Ona farzandlariga meni boqishing kerak, seni katta qildim deyishi noto'g'ri. Tamagirlik uchun farzand tarbiyalanadimi? Manfaat kutib shu darajaga olib keldimmi? Zohida Umarova, sen tamagir onamsan deyman. Har bir onaga aytmoqchiman, na qizdan, na o'g'ildan, na kelindan manfaat kutmang. Farzand tug'ilishi uchun Xudo bizni bir sababchi qildi xolos. Bolalarim men uchun nimadir qilishidan uyalaman. Ko'chadan biror narsa ko'tarib kelsa ham, yo'q, o'zingda qolaversin deyman. Chunki o'zim shunday onaning qiziman. Dadam bilan onamning birgina sendan roziman qizim degan gaplarni eshitish uchun ular yoqtiradigan narsalarni ko'tarib uyga qarab yugurardim. Ertangi kunim uchun yeyishga hech nima qolmasa ham ularga berishga oshiqardim. Ularning xursandchiligini ko'rgim kelardi. Hozirgi o'g'lim xuddi shunday. Bir kuni atir olib kelibdi. Pulim yo'q edi, lekin siz uchun topdim. $435 oldim. Oyi, sizga hidlar yoqadi-ku. Falonchi brendniki, dedi. Men u brendni bilar ekanmanmi? Nima bo'lsa ham sepib ketaveraman. Nega ovora bo'lding desam, sizning reaksiyangizni ko'rgim keldi, dedi. Ostonada turib qaytar dunyo ekanda deb yig'ladim, deydi
Zohida Umarova. Yomon izoh yozishga uyaling endi. Qizim Madlenni dunyoga keltirganimda men dunyoga bitta yulduz olib keldim deganman. Jonim xalqim, nima deb yozsangiz ham roziman, faqat bir narsani aytmoqchiman. Ovozda Ozodbek Nazarbekov Madlenni sahnada ko'rgunga qadar qudasining qizi kuylayotganini bilmagan. Sahnada ko'rgandan keyingina "Iya, Madlen-ku" deb qoldi. Shundan keyin ham yomon izoh yozishga uyaling endi. Qizim kulayotgan paytda Ozodbek bilan Sevaraga qaradim. Ikkalasi ham emotsiya bilan o'tirganda, "Ana qizimni tanlamasangiz bo'lmaydi" deb ichimda aytib o'tirdim. Har bir ona bolasining kamolini ko'rib, yutug'i bilan maqtangiz keladi. Bolamning zo'r bo'lishini nima qilaman deydigan ona yo'q-ku. Men ham shunday qabul qiling, iltimos. Men ham uning san'atidan, kamolidan maqtangim keladi. Ko'proq odamlarga ko'rsatgim keladi, chunki onaman, dedi Zohida Umarova. Ta'ziya: yana bir taniqli inson vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi xabarlarni kanalimizda kuzatib boring. O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi, O'zbekiston Milliy universiteti matematik analiz kafedrasi professori, fizika matematika fanlari doktori, taniqli matematik olim Azimboy Sa'dullayev 28-may kuni 78 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Fanlar akademiyasi xabar berdi. Qayd etish joiz, Azimboy Sa'dullayev tomonidan yaratilgan ilmiy maktab, yetishtirilgan shogirdlar va olib borilgan fundamentlar tadqiqotlar nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda ham e'tirof etilgan. Olimning ko'p kompleksli o'zgaruvchi funksiyalar nazariyasi va kompleks potensiallari nazariyasi sohasidagi ilmiy ishlari dunyo matematiklarining hurmatini qozongan. Azimboy Sa'dullayev O'zbekiston Respublikasi faxriy yorlig'i, O'zbekiston belgisi, ko'krak nishoni, mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan.